Qahramonlar nomi barhayot. 2000-yil 4-avgust. Odatda tog'larda oqshom tez cho'kardi. Ushbu sanada qora tun misoli tarixga qoldi. Mamlakatimizning janubiy sarhadlarida qora terrorchi to'dalarga qarshi kurashgan mard Muzrabot o'g'loni serjant Ziyodulla Qo'ldoshev haqida. Qo'ldoshev Ziyodulla Ro'ziyevich 1978-yil 24-mart kuni Surxondaryo viloyati Muzrabot tuman markazi Shabada mahallasida ishchi oilasida tug'ilgan. Ziyodulla bolaligidan sportga va harbiy bo'lishga qiziqqan. 1995-yil Muzrabot tuman markazidagi 33-maktabni tamomlagan. Keyinchalik o'zi xohlagan kasb harbiy bo'lishga kirishdi. Ziyodulla Ro'ziyevich 1996-yil Farg'ona viloyatida 25882 sonli harbiy qismda, keyinchalik Namangan viloyati Qamchiq dovonidagi 34815 sonli qismda muddatli harbiy xizmatni o'tagan. Harbiy xizmat manfaatlarini o'zining shaxsiy manfaatlaridan ustun qo'yardi. 2000-yil 3-maydan O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmatiga qabul qilingan. Avgust oyi. Serjant Qo'ldoshev Sarosiyo voqealarida tezkor jangovar xizmat faoliyatida ijobiy natijalarga erishganligi uchun Milliy xavfsizlik xizmati rahbariyati tomonidan bir necha bor mukofot bilan taqdirlangan. Serjant Ziyodulla Qo'ldoshev 2002-yil 31-avgust mustaqilligimiz ta'minlash uchun chegara hududida olib borilgan jangovar xizmat faoliyati vaqtida qahramonlarcha halok bo'ldi. Uning mardligi, jasurligi unutilmaydi va abadiy qalbimizda qoladi. Sarosiyo tog'larida tutun qolmadi. Mard o'g'lonlar nomi so'nmadi. Vatan sen uchun jon bergan Ziyodulladek elparvar jasurlaring bor. Ziyodulla Qo'ldoshevning xotirasi abadiy qalbimizda qoladi. Deb yurtim deb yonib yashagan, xalqiga jon fido etgan boburim. Urushlar onalar la'natidir.